Assalomu alaykum ahli YouTube aka-ukalar, og'aynilar. Bir tane like'ni basib, gumburlatib, gruppa podelitsiya qilingizlar. Xudo xolasa, inshaalloh bugun YouTube'ga o'zimning telefon nomerlarimizni qo'yamiz. Agar endi inshaalloh Xudo xolasa bu yil 26-yilda inshaalloh yana boshlaymiz degan umiddaman. Shu haramxo'rlarni chiqarib 12 kun, 13 kun video chiqargan joy edik. Inshaalloh Xudo xolasa endi har kuniga videolarimiz chiqib boshlaydi aynalarim. Nima deyman, jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, barchalaringizni Alloh taolo o'z panohida asrasin, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Aynalar, birovni kidat qilmangizlar. Agar kidat qilsangizlar, birovning pulini bermasangizlar, haqqiga xiyonat qilsangizlar, agar videoga chiqarib bersak, YouTube'ga chiqarib bersak, ertadan keyin o shayx meni chiqardi deb jatmangizlar. Bu sizlarga ogohlantirish, предупреждение deydi-ku, shunday. Aynalar, nima deyman? Gazini basingizlar, pul bermagan aynalar bo'lsa, taylab qo'ying, eshitsin. Inshaalloh Xudo xolasa bugun 2-chisla soat 11:00 da akşamı saat 11:00 da YouTube'da benim telefon nomerlarim chiqadi. Inshaalloh 11:00 kadar telefon nomerlarini qo'yamiz. Keyin haramxo'rlarni chiqarib boshlaymiz. O'zlaringiz asrangizlar. Mana bu ukamiz nimada masaj yatibdi. Qanday bo'lyapti uka? Masaj isitib va ultrafiyol. Sizga qanday bo'lyapti? Siz mana orqangizda hozir mana elektromagnit nima bilan tokka qo'yganmiz, polni. Qanday bo'lyapti tok? Yaxshi. Чувство qanaqa чувство? Yaxshi. Yaxshi, ha? O'tgan yil ham hijoma qilib ketgan edingiz. Mana hozir yana keldingiz. Tok qanaqa ekan? Tokni ta'sirot bormi biron xil? Zo'r, ha? Ha, yaxshi. Mana bu ukamiz maslahat beraman. Shu bel ushlab qolgan, lebboy shu именно позвоночник ushlab qolgan, qishayib qolgan bo'lsa, mana shular. Mana qarang, mana massaj, yana elektrovolna bilan massaj qilyapmiz. Короче, kelaverasizlar bizning ishxonaga. Yana mana fitoboshka. Ukamiz qanday bo'lyapti uka? Massaj qanday bo'lyapti seniki? Juda go'zal, ha? Shunda ezyapti, ha? Kayf qilasan. Ultrafioletda. Mana ukamiz, bu ukamiz bo'lsa nima qilyapti? O, doktor aka, doktor. Mana doktor keldi, zubnoy vrach. Kelaverasizlar. Ha. Mana. Ular yaxshi, ko'rsatgan xalq bilsin deyman-da. Ko'rsatish kerak-da xalqqa. Akamizni masajlardan tok-pokdan keyin mana hijomasini qildik. Mana bu ukamizni betini ko'rsatmaylik. Ko'rsataveraymi? Mana ko'rsatdim. Mana biz tok urdiryapmiz mana. Xudo xolasa masajdan turib, azba tok beliga qo'ydik. Inshaalloh kelaverasizlar. deya umiddamiz. Kasal bo'lmangizlar. Yengillashish uchun kelingizlar. Mana qarang. Mana bu yerda sizni mana bularda, mana bu ukada olayotgan haligi elektromagnitni urdik, boshqaga kirdingiz, orqangiz og'rib kelgan edi-da. Shu to'g'risini ayting, shu xalqimiz bilsin. Qanday hozir ta'sirot qanday? Juda yaxshi. Juda shunchalik yengil bo'ldim. Bu paytgacha o'zim o'rtamdan ololmasdan o'tirdim. Mana usta bichgandan keyin, massajdan keyin, pijamadan keyin juda qo'yildi. Maslahat beraman. Mana shu hech kim avvalambor kasal bo'lmasin. Agar kimdir maslahat Yo'q, profilaktika uchun kelsa bo'ladi. Profilaktika. Ko'rsatib, elektromagnitni qanday ekan? Tok. Juda foydasi katta. Zo'r. Inshaalloh. Umuman kasal bo'lmangizlar. Mana bu ukamiz hozir ham elektromagnit tok olyapti. Xudo xolasa.